Kişilik hukuk tajovuzchilikları davomlashayotgan Sharq Turkistonda atalmış kişilik hukuk yig'ini ochildi. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, 6 sentabr Xitoy Kommunist partiyasiga qarashli bir qancha ommaviy tashkilot va universitetlar Urumchida terrorizmga va radikallikqa qarshi kişilik huquqni qo'g'dash nomi bilan xalqaro yig'in o'tkazgan. Sharq Turkistondagi Kommunist partiya sekretari Chinjango rayonida elib berilgan xizmatlar va yo'lga qo'yilgan qattiq tadbirlar soyasida terrorlik va radikallikning hal qilinganligini ta'kidlab, xalqaro jamiyatning buni o'rnak qilishi va hurmat qilishi lozimligini aytgan. Bu haqda bayonot e'lon qilgan Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdujalil Qarqash, Sharq Turkiston xalqiga qarshi qilingan insoniyatga qarshi jinoyatlar va kishilik huquq tajovuzchiliklari davomlashayotgan bir paytda bundaq bir yig'inning ochilishi diqqat qilishimizga arziydi. Chunki Xitoy dastlabda bu lagerlarning mavjudligini rad qilgan. Orqadan Chauset qiyilgandan keyin tarbiyalash markazlari deb e'tirof qilgan edi. Lagerlarni ziyorat qildirish uchun muxbirlarni taklif qilgan, lekin ulardan kutganiga erishamagan Xitoy hukumatı xalqaro jamiyatning besimidan qutulish uchun har turli nayrangvozliklarni ish qilmoqda dedi. Xitoyning Berlinda turishlik bosh elchisi Wu Ken Hong Kongga aloqador ishlarning Xitoyning ichki ish ekanligi va siyosatchilarning bu masalaga aralashmasligini umid qilganligini bildirdi. Wukan Xitoyning Berlindagi bosh elchixonasida o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida Hong Kong vaziyati va Hong Konglik faoliyatchi Zhu Xiaowengning Germaniya amaldori tarafidan qabul qilinganligi ustida to'xtaldi. U Hong Kongdagi namoyishchilarning jamiyat tartibiga qarshi ekanligini, jamiyatni qalaymaqonlashtirish, nafrat va shiddatni ulg'aytirishni nishon qilganligini aytdi va namoyishchilarning qonun chegarasidan oshganligini ta'kidladi. U mundaq dedi: Hong Kongning Xitoyga tava ekanligini va Hong Kongga aloqador masalalar Xitoyning ichki ishi ekanligini ta'kidlashni xohlayman. Xitoyning egilik huquqi va bexatarligiga hurmat qilish lozim. Shuning uchun siyosatchilarga zo'ravonlik jinoyatini qanot ostiga olmasligini, Xitoy va Hong Kongning ichki ishlariga aralashmaslikni tavsiya qilaman. Xitoy va Qozog'iston chorshanba kuni sijil va keng doiralik strategik hamkorlikni taraqqiy qildirishni qaror qilganligini bildirdi. Bu qaror Xitoy davlat raisi Xi Jinping bilan Qozog'iston prezidenti To'qayevning Beijingda uchrashishida o'tirg'i qo'yildi. Xi Jinping Xitoyning islohotni cho'nqurlashtirib, yechib etishini kengaytirganligini va texmi yuqori sifatli taraqqiyotni tashviq qiladiganligini bildirdi. To'qayev bo'lsa Qozog'istonning Xitoy bilan texmi yaqin ikki taraf munosabatini sijil va keng doiralik strategik hamkorlikni taraqqiy qildirishni xohlaydiganligini aytdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Polshaga 6 milliard 500 million dollar qiymatidagi 32 dona AF-35 tipli urush aeroplanlarini setib berishni tasdiqladi. Polsha Rossiya ishlab chiqargan MiG-29 va Su-22 pilotlarini yangilash xizmatining bir qismi sifatida bu yil mayda Amerikaga urush aeroplanini setib berishni sungan edi. Amerika Mudofaa va bexatarlik hamkorlik organi tomonidan e'lon qilingan bayonotda Tashqi ishlar ministrligi Polshaga 6 milliard 500 million dollar qiymatidagi 32 dona AF-35 tipli urush aeroplani va boshqa harbiy mulozimatlarni setib berishni tasdiqladi deyildi. İran prezidenti Hasan Ruhani Amerika doiralari embargolarni oxirlashtirmoqchi muzokaralarning bir ahamiyati yo'qligini aytdi. İran prezidenti mahkamasidan e'lon qilingan bayonotda deyilishicha, İran prezidenti Hasan Ruhani bilan Fransiya prezidenti Macron telefonda ko'rishgan bo'lib, yadro kelishimi va Amerika bilan bo'lgan muzokaralarni so'zlashgan. Ruhani Amerikaning ko'p taraflik bir xalqaro kelishim bo'lgan İran yadro kelishimidan chekinish orqali mas'uliyatdan qochganligini ta'kidlagan va İran hukumati, parlamenti va xalqiga qarshi embargolar to'xtamaguncha Amerika bilan bo'lgan muzokara o'tkazishning bir ahamiyati yo'qdir degan.